erkaksan. Xotining kamqon bo'lsa, butun hamma ro'zg'orni ko'tarib yurgan bo'lsa, sen ham erkakmisan? O'lmaysanmi? O'sha og'aylaringdan bir so'm so'rasang berishmaydi. O'g'aylarim hammasi turib beradi menga. Yaxshi. Qani telefoningni ber. Qaysi og'ayning yaqin? Doniyor eng yaqini. Ha, Doniyor a? Men Asqarning otasiman. O'lim yosh tanlamas ekan. Sizga qo'ng'iroq qilayotganimning sababi hozir mablag' yo'q edi. Agar pulim bo'lsa jonni berardim, lekin bunchalik ko'p pul so'rashingiz ham noto'g'ri, chunki o'g'lingiz bilan juda unchalik yaqin emasmiz. O'g'lim sizni eng yaqin do'stim deb telefonida saqlab qo'ygan ekan. Endi bu uning ishi. Agar o'g'lingizni janozasiga shunchalik pul topa olmasangiz, ana qabristonga borib iltimos qiling. Vaziyatingizni tushuntiring. Balki xayr ehson qilib, tekinga janoza o'qib dafn qilib berishar. Mayli bo'lam. Maslahatingiz uchun rahmat. Mayli, sog' bo'ling. Yaqin do'stingman deganni gapini eshitdingmi? To'g'risi. Undan bunaqa gap kutmagandim.